Telegramda spamga tushib qoldingizmi? Hozir 3 ta spamdan chiqish yo'lini ko'rib chiqamiz. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yaylik. Buning uchun spam botga kiramiz, start tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, sizda spam bo'lmasligi mumkin, lekin siz kontaktlarga yoza olmayapsiz. Mana bu tugmani bosasiz, netni bosamiz va bu yerda yozyapti. Mana premium akkaunt agar xarid qilsangiz, siz bemalol boshqa akkauntlarga ham yozishingiz mumkin. Keyingi spam turi start bosganingizdan keyin qaysidir muddatgacha spamga tushganinglarni ko'rsatib turadi. Bu yerda hech narsa qilmaysiz, shunchaki o'sha sanagacha kutsangiz bo'ldi, spamdan chiqasiz. Keyingi spam turi umrbodga sizga spam bergan bo'lishi mumkin. Start tugmasini bosganingizdan keyin mana shunaqa yozuv chiqadi. Это ошибкani bosasiz, netni bosasiz, yana netni bosasiz. Bu yerga tekst yozing deydi. Mana bu tekstni yuboramiz. Telegram kanalimda ham qoldiraman. Keyin sizga mana bu xabar keladi. Biroz kutganingizdan keyin spamdan chiqasiz. Agar chiqmasangiz, Telegram Premium yana xarid qilib, yana bir marta harakat qilib ko'ring. Katta ehtimol bilan spamdan chiqib ketasiz. Videoni saqlab, barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Smartfonlarni zo'r narxda asahi.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin.